To'xtamurod Bahromov, Nurash. Ovqatingiz tayyormi? Tayyor o'g'lim, tayyor. Ha? Qayerlarda yuribsan? Obbo. Surishta berar ekansiz-da endi. Nima ovqat? Mastava. Yana suyuq ovqatmi? Oyi, qachongacha qornini qudillatadigan ovqat qilaverasiz, a? Bu uyda hech quyuq ovqat yeyiladimi, yo'qmi o'zi? Axir dadangni oshqozonlari. Yana dadam. Hay, menga qara bolam, senga nima bo'ldi, a? Nimalar deyapsan o'zi? Shu paytgacha o'zing qayerlarda yuribsan? Xudoga shukr. Meni ham tergaydiganlar chiqib qoldi. Qosimnikida edim. Akasi armiyadan kelgan. Birpas gurunlashdik. Nimagadir u yerda tomog'imdan hech narsa o'tmadi. Qornim och. Siz bo'lsangiz yana mastava qilibsiz. Kecha qaynatma sho'rva edi. O'tgan kuni ura. O'zicha oyi, keyingi paytlarda na o'zingizni, na meni o'ylaysiz. Nima topsangiz, dadamga tiqishtirgan. U kishini rayiga qarab choy damlab qozon osasiz. Menga qara bolam, dadang axir oila boshlig'idan. Bilaman, tushunaman oyi, tushunaman. Endi yosh bola emasman-ku. Siz u kishini boshiga ko'targaningiz sari juda ham oxirgi paytda tablari nozilashib ketyapti. Ertalab uyg'onmasindan ishga ketib qoladilar. Uxlab qolganimda keladilar. Shanba, yakshanba kunlari ham ko'rmayman deyarli. Nuqul ish. Na sizni, na meni o'ylaydilar. Tirikchilik bolam, tirikchilik. Shu uyimiz, ro'zg'orimiz kam ko'zsiz bo'lsin deb urinib yotibdilar dadang. Qo'ysangiz choyi. Na mashinamiz bor, na videoyimiz. Yo bo'lmasa, dang'illama dala hovlimiz bormi? Yeganimiz bo'lsa suyuq ovqat. Yana shu gapni tilingga olding-a? Hammamiz uchun 3 xil qozon osolmayman-ku bolam. Axir men ham ishlasam. Tavba qildim. Ish. Qachon qarasa sizni ham, dadamni ham og'zidan shu so'z tushmaydi-ya. Boshqa so'z bormi yo'qmi o'zi? To'g'rida bolam, to'g'ri. Halol mehnatga nima yetsin? Obbo. Undan ko'ra sen ham u yer bu yerga ishga joylashsang bo'lardi. Ha. Dadam aytgan joygami? Xo'sh, nima qilibdi? Bordim o'sha yoqqa. Ko'rdim. Chang, to'zon, shovqin, suron, birovni tanimaydigan joy ekan. U yerda qanday qilib ishlashyapti, hayronman. Qancha olasizlar deb so'rasam, bittasi rasa xaxolab kuldi. Shunda yaxshilab razm solib qarasam, mast. Og'zidan gupillab aronikida kelyapti. Pulini tayini bo'lmasa, nima qilaman unaqa joyda ishlab? Oyi, tijoratda ishlaydi desam, rozi bo'lmaysizlar. Savdo sohasiga ham yo'q desalaring. Shu yoshingdan pul bilan aylanishma deymiz-da, bolam. Qiziq, oyi, qiziq. Hozir aylanishmasam, qachon aylanishaman? Hozir hamma o'zini o'qqa ursa ham, cho'qqa ursa ham pul topay deyapti-ku. Hali bolasan-da, o'g'lim bolasan. Shu-da, sizlardan chiqqan gap shu. Qachon qarasa, shunaqa deb og'zimga urasiz. Bo'pti, qornim ochib ketdi. Olib keling o'sha mastavangizni. Qatoq bormi? Bor o'g'lim, bor. O'tir. Ana, achchiqqina choy ham damlab qo'yganman. Sen choy ichib ovqatlanib olguningcha, men namozimni o'qib olay bolam. Xo'pmi? Qazo bo'lmasin. Bo'pti. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا Rabbim, xonadonimizga tinchlik xotirjamlikni ato etgin. O'zing qut baraka bergin, oila a'zolarimizga salomatlik ato et.
lekin Fazlu Karam meni marhamatingni darak tutma. Yoki yolg'izim Azizjonga o'zing insofi tavfiq ato et. Solih va suyukli bandalaringdan bo'lishligini nasib ayla Parvardigor. Allohu akbar. Oyi, nima gap tinchlikmi? Nima harakat? Erta bilan dadang safarga ketishlaridan xabaring bor-ku. Shunga u narsalarni tayyorlab qo'yapman, bolam. Ha. Bor, eshikni och. Dadang keldilar shekilli. Hozir. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Xo'sh, yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hormang, charchamay keldingizmi? Rahmat. Xo'sh, Azizjon, qalaysan o'g'lim? Chanqab ketdim. Xaladiningni qarachish toshga suv bormikin? Hozir. Yo, bo'lmasa sovuq choy. Voy, terlab kelgansiz. Sovuq choy ichganingiz ma'qul. Mana dadasi, mana. Dada, ertalab kuzatib qo'yaymi? Ovora bo'lib nima qilasan? Aeroport 2 qadam. Yana qop narsa olib ketayotganim yo'q o'g'lim. O'zi qayerga ketyapsiz? Bir emas, 2-3 chet el mamlakatda bo'lishimiz kerak ekan. Ne so'rading? Dada, shu o'sha yoqqa borganlar importni mashina olib kelishyapti. Kiyim-kechak. Siz hech bo'lmasa bitta video olib keling. Mashina olib ketayotganlarni bosib qo'ygan qop puli bordir-da o'g'lim. Biz oylikka yashayotgan odamlar bo'lsak, opayni uzatdik, to'yni ham o'zi bo'lgani yo'q. Shunday ekan, bu yoqni surishtirsang, sen aytgan narsaga yetarli pulim ham yo'q. Ha, yana bir gap. O'sha narsani o'zing biron joyga ishga kirib, peshona teringga topgan pulingga olsang, ana unda uni qadri boshqacha bo'ladi. Ha, aytgan joyingga bordingmi? Bordim. Bo'lmadi. U joyni yoqtirmasang, bu joyni yoqtirmasang, qayerda ishlamoqchisan o'zi? Dada, aytgan joyim baribir sizga ma'qul tushmaydi. Mana dadasi, ichib oling. Mastava qilgandim. O'g'li ishtahani bog'da. Men aytgan joy bo'lmasa, o'zingga ham, bizga ham ma'qul keladigan joyni izlab top. Ha, biron ishga joylashib ol. Shu vaqtgacha kuchimiz yetgancha aytganingni bajo keltirganimiz yetar. O'qi desang, xolamasang. Siz bir umr o'qigansiz, dada? Ha? Nimaga o'qitgansiz o'zi? Hay, Azizjon. Senga nima bo'ldi o'zi? Dadangni so'roq qilyapsanmi, bolam? Qo'yaver. Anchadan beri u bilan yuzma-yuz bo'lmagan edim. Ota bola bunday kelishib olaylik. Voy, mastavangiz sovib qolyapti, dadajonisi. Qo'yaver onasi. Uni ham ichaman, buni ham so'roqlariga javob beraveraman. Xo'sh, o'g'lim. Dada, bitta emas, 2ta diplomingiz bor-a? Lekin hayronman. Nimaga o'qitgansiz o'zi? Quruq oylikka yashashganmi? Yoki ishla deb nasihat qilishganmi? Bu nima deganing? Dada. Shunday imkoniyat, shunday imtiyozlaringiz bor-a? Ha, o'sha videodan 2tasini olib kelsangiz, bittasini sotamiz. Ha, ikkinchisi yonga qolaveradi. Nahotki shuni ham tushunmaysiz, dada? Xo'sh. Qiziq. Axir bittasiga topolmagan pulni ikkinchisiga qayerdan olamiz, o'g'lim? O'ylab gapiryapsizmi? Hamma narsani tushunadigan bo'lib qopsiz-ku. Bu yog'iga aqlingiz yetmadimi? Alabay? Gapiring. Hammasini o'ylab gapiryapman, dada. Bu yog'iga ham aqlim yetadi. Qo'shnimiz anu Sadlagadan shartta qarz oling. Yarim oy, bir oy desangiz, sizga beradi, ishonadi. Boshimga ne og'ir kunlar tushganida ham birovga egilmay shu kungacha yashab keldim. Halol, peshona terim bilan ishlab topganimni yeb ichdim. Endi bundan buyog'iga ham boyiyman deb birovni eshigini qoqmayman. Yaxshilab eshitib ol. Senga ham maslahatim shu. Birovdan sal kamroq yesang, sal yomonroq kiyinsang o'lib qolmaysan. Buni hech qanday aybi yo'q.
biroq boriga bozor deyish o'rniga 5 qo'lni og'ziga tiqish uchun kimdandir qarz so'rash kishini tahqirlaydi. Oddiy bir nima olasanmi yoki mashinami halol ishlab topganingga ol. Ana o'shanda o'sha olgan narsalaring yaxshiligingga buyuradi. Yana halollik, yana ishla, yana peshona teri. Qachon qarasa shunaqa deysiz, dada. Bir kunmas bir kun qaytarib berganingizdan keyin qarz olishning nimasi uyat axir? Halol yashayman deb mana shunaqa yuraveramizmi? Nima qilibdi yurish turishimizga? Xo'sh, nima? Mana egnimga qarang. Bunaqa shim, bunaqa ko'ylaklar allaqachon og'aylarimning egidan tushib ketdi. Yangisi palon pul. So'raganimdan barib bermaysiz. Axir ahvolimizni ko'rib turibsan-ku. Ha, shu-da, topgan gapinglar shu, faqat shu. Ha, ishga kir. Qayerga? Qayerga, dada? Mayli. Safardan qaytib kelay. Yana bu joyni so'rab surishtirarmiz. Endi xonangga kirib dam ol. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأزواجي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. Ya Parvardigor, hammamizni gunohlarimiz, ayniqsa ko'zimni oq qorasi aziz jonim gunohlarini o'zing kechir. Bugungi shakkokligidan qahrlanma. Ey Alloh, azoblaringdan qo'rqaman. Bolamni o'zing haq yo'lingga hidoyat et. U hali yosh, aqli to'lmagan. Shuning uchun yanglishyapti. Bolam o'zingni bir borligiga ham, narigi dunyoga ham ishonishligi gaplardan ko'rinib turibdi. Faqat bu dunyodagi rohat farovatni ustun qo'yib yanglishyapti xolos. Orzu havaslari to'lib toshgan paytda adashgan bandalaringni kechirguvchisan. Bolamni ham shularni qatorida o'zing kechir, Parvardigor, o'zing kechir, o'zing kechir. Labbay? Ha, eshitaman. Yo. Rustam aka safardalar. Menmi? Men ayollari bo'laman. Siz tergovchi? Qiziq. Eshitaman. Ha, Aziz biz o'g'limiz. Voy o'lmasam. Hibsxonada yotibdi. Men qarang, haligi nega? Nima qildi? Yaxshi. Xo'p, hozir tezda yetib boraman. Pasportini? Xo'p, olib boraman. Kecha yomon tush ko'rgandim. Nima qilib qo'ygan ekan bu tinib tinchmagur bolam. Dadasi kelsa nima deyman? Voy o'lmasam. Voy, qo'ni qo'shniga qanday ko'rinaman? O'g'lingiz ko'rinmay qoldi deysa, nima deb javob beraman? 18-xona. Shokiribman dedimi? Ha, Shokiribman dedi. Voy o'lmasam. Voy tez yetib borishim kerak.
alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kechirasiz, bu Shokirov degan tergovchi shu xonada o'tiradilarmi? Ha, keling. Men Shokirovman. Voy, o'rgilib ketaysiz. Mana bu yerga o'tiring. Rahmat. O'tiring. Siz Kozimovning onasi bo'lsangiz kerak. Ha, aylanay. Azizjonning onasiman. Men qarang, nima gap o'zi, a? Xo'sh, endi Voy, to'g'risini aytavering. Yuragim tars yorilib ketay deyapti. Ayta qoling, baraka topkur. o'g'lingiz bosqinchilik yo'li bilan tunash bo'yicha qo'lga olingan. Voy, o'lmasam. Yo'q, nimalar deyapsiz? Qanaqasiga? Men o'g'lim unaqalardan emas. Voy, birovlar narsasini nima qiladi, o'rgilib ketay. Unaqalardan emas deysiz. Ammo u jinoyat ustida qo'lga olindi. Hammasi protokollashtirilgan. Voy, o'lmasam. O'zi ham aybiga yozma ravishda iqror bo'ldi. Voy, o'lmasam. Xo'sh, pasportini olib keldingizmi? Pasportini nima qilasiz? Bolam o'zini qaytarib bering. Unda ayb yo'q, tuhmatga uchragan. Adashkisalar nima deyman? Chiqarib yuboring. Bo'lmasa kattakonlaringni oldiga kiraman. Unda ayb yo'q, chiqarib yuboring. Opajon, axir tushunsangizchi. O'g'lingizni o'zi bo'yniga olib turibdi-ku. Siz tuhmat deganingizdan nima foyda? Kim oldiga chiqsangiz chiqavering. Jinoyat isbotlangan. Ashyoviy dalillar, guvohlar, jabrlanuvchini jinoiy ish qo'zg'atish haqida bergan arizasi, hammasi o'g'lingiz aybdorligini isbotlab turibdi. Boya aytdim-ku. Aziz bir o'zi qilmagan bu ishni. Ikkita voyaga yetmagan yigitchalarni ishga solib, o'zi bir chekada qarab turgan. Ana aytdim-ku, tuhmat deb. O'sha bolalar tuhmat qilishgan, aylanib ketay, o'sha bolalar tuhmat qilishgan, o'z ayblarini meni azizjonimga to'nkashgan. Aziz unaqa bolalardan emas edi. Menga qarang. O'sha bolalarni menga ko'rsating. O'g'limni ham ko'rsating. Ularni o'zi bilan bir gaplashib ko'ring, baraka topgur, bir gaplashib. Opajon, o'zingizni bosib oling. Albatta ona bo'lganingiz uchun kuyib yonib ketyapsiz. Voy, onani lekin o'g'lingizni sizga ko'rsata olmayman. Bunga prokurorning maxsus ruxsatnomasi kerak. Sheriklarni ham bugunchalik ko'ra olmaysiz. Chunki ular voyaga yetmagan bolalar bo'lgandan ishi o'smirlar bilan ishlovchi komissiyaga o'tkazildi. O'zlariga esa javob berib yuborildi. Ko'ra olmaysiz. Menga qarang. Nega ularni qo'yib yuborasiz? Meni o'g'limni qamiysiz, a? Nega? Yoki ular qarindosingizmi? Balki ularni ota-onasi. Yaxshi gapga tushunmayapsiz, opajon. Ular voyaga yetmagan. O'g'lingiz esa 18 ga to'lib 19 ga ketyapti. U allaqachon o'z qilmishi uchun javob beradigan yoshda. Onani yaratmasin. Shu sababli sudda javob beradi ham. Sizga maslahatim, yaxshi advokat oling. Yordami tegishi mumkin. Boshqa hech narsa yordam bera olmaydi, opajon. Ovora bo'lmang. Menga qarang. Jon uka. Aylanib ketay uka, jon. Tavba. O'g'limni yosh joniga rahmingiz kelsin, qiynamang. Bir umr xizmatingizda bo'ling. Nech pul desangiz qarz havola qilib olib beraman. Ayting, og'zingizga chiqqanini ayting. Faqat bolajonimni chiqarib yuboring. Axir siz ham bola chaqalaringiz bordir. O'shalarning rohatini ko'ring, iloyo rohatini ko'ring. Sizdan onani yaratmasin, yuragim yonib ketyapti. Meni bolalarimni tashvishini qilmay qo'ya qoling. O'z farzandingizni vaqtida yaxshi tarbiya qilganingizda bu tashvishlar yo'q edi. Qo'ying deyapman, qo'ying endi opa, qo'ying. Gapga tushunmaydigan ayol ekansiz. Qani, Kozimov Aziz pasportini menga bering-da, xonani bo'shatib qo'ying. Boring. O'zi bu dunyoda insof degan narsa qolmabdi. Mana pasportni oling. O't balosi, suv balosi, tuhmat balosidan asra deganlar. O'g'limga tuhmat qilayotganlarim o'z ko'rgiligini ko'rib qolar. Yaratgan qarab turmas. Hali dadasi safardan qaytishgan. Voy sho'rim, endi otasiga nima deyman? Xayr opa, xonani bo'shatib qo'ying.
tezroq deyapman sizga. Qo'limni qo'ying. Ushlamang qo'limdan. Kiraman dedim-ku. Nima endi huquqim bor deb xohlagan ishingizni qilaverasizmi? Tahrirlayverasizlarmi? Yomon tushmadingmi? Zo'rolinglar. Yordamlashib yuboraymi? Hechqisi yo'q. Rahmat. Tirsaging biroz shilinibdi. Qo'yaver, erta-indin tuzalib ketadi. Tirsakku tuzalib ketar, lekin kallang aynimasin, uka. Xo'sh, shunday qilib peshonamizda bitta hibsxonada yotish yozilgan ekan-da, o'lmagan qul ko'raveradi. Xo'sh, avval tanishib olaylik. Bu Kamol. O'zi ham qadamidan o't chaqnaydi. Gah deganni qo'liga ilintiradi. Men esa yoqibman. Xo'sh, o'zing? Azizjonman. Zo'r, juda zo'r. Azizjon. Erkatoyim, nozik niholim deb ismini Azizjon deb qo'yishgan ekan-da. Qani, menga qarachi. Men odamni aft angoriga qarab turib, ismini eshitib, xarakterini aytib beraman. U bola, sen juda erka o'sgan ekansan. To'g'rimi? Yo'q dema, bo'yningga olaver. To'g'ri biratan deginda buyog'iga quloq sol. Uyingda seni hech qachon aziz deb chaqirishmagan. Nega endi? Indallosini aytguncha urib o'ldirmagin-da. Bu indalloyingiz nima? Ikki dunyoda seni uyda aziz deb chaqirishmagan. Azizjon, Azizxon deb nomingni tilga olishgan, to'g'rimi yo'qmi? To'g'ri. Endi o'zingga kelding. Yoshing nechida? 18da. Jamol bilan deyarli tengdosh ekansan-ku, ha? Lekin bu butunlay boshqa bir dunyo. Sen butun bir boshqa olam. Jamol, bu oshnangga o'zing tanit. 20 yil burun yorug' dunyoga kelganman. Aziz onajonim kim, laziz dadajonim kim bilmayman. Bolalar uyida voyaga yetganman. Cho'ntakka tushishni 100 xil desam vahima bo'lar, lekin 102 xilni bilaman. Kerak bo'lsa beton tomni ham teshib olaman. Mana bitta hunarimni ko'r. Hop. Karta tuzku. Qanday qilib meni cho'ntagimga tushib qoldi? Ama sabr qil oshna, sabr qil. Mana bu cho'ntagingda ham bor. Ana, yana tuz. Bunisi g'ish. Bunisi qora qarg'a-ku. Jamol, bas. Hamma hunaringni hozir ko'rsatsang, hali zerikib qolamiz. Xo'p bo'ladi, shef. Buyrug'ingiz bosh ustiga. Ishora qilmaguningizcha g'iq etmay turaman. Barakalla, azamat. Senga o'xshagan gapga tushunadiganni sadaqasi ketsang arsiydi. Xo'sh, Aziz, sen bilan tanishishda davom etsak. Bu 18 yildan beri seni papalab, puflab, Azizjon va Azizxon deb o'stirishgan bo'lsa-yu, sen kechirasan-u, yaxshigina qovun tushirib qo'yibsan-da, Qanday ish bilan tushding? Ish deganingiz nimasi? Juda ham sodda ekansan-u, ukam. Qaysi bir gunohing uchun bu bizni go'shaga kelib qolding deyapman. Bolalar bilan bir ayolning sumkasini. Necha kishi? Men hech narsa qilmadim. Ular 2 kishi edi. Eng kattasi senmiding? Eng kattasi men, ha. Sheriklaring qayerda? Bilmadim-u. Hali tergovchi aytayotgandek bo'lgandi. Ular voyaga yetmagani uchun ishlarini o'smirlar bilan ishlash komissiyasiga o'tkazib yuborishdi. Demak, 4 yillik bo'yningga ilib qo'yadigan bo'lishibdi-da, Nimalar deyapsiz? Qanaqa 4 yil? Nahotki axir olgan narsamni hammasini egasiga qaytarib berdim-ku. Qaytib bergan emish. Qaytib beraman deb olib qochgan ekansan-da, Qo'lga tushib qolmaganingda hozir qayerdadir maishat qilib,
shirin xayollarga ko'milib o'tirgan bo'larding. To'g'rimi yo'qmi? Qaydam. Bu yog'i endi bo'lar ish bo'ldi. Hamma narsa teskarisiga aylanib ketdi. Aylanadi ham. Bilasanmi? Sen qo'l urgan jinoyatni o'rgan odamlari nima deb atashadi? Yo'q. Qayerdan ham bilay? Shunaqa sanda, ukam. Buni mendan, ana Jamoldan so'ra. Qilgan ishlaringni to'dalashib, bosqinchilik yo'li bilan tunash deb atashadi. Bu esa ijtimoiy xavfli jinoyatlarning toifasiga kiradi. Vahima qilib yubormadingizmi? Hech qanaqa vahimasi yo'q. Endi senga to'g'risini aytsam, 4 yil olishdan qo'rqmasang ham bo'ladi. Bemalol. Mana men seni yoshingdan 3 tasini yashab qo'ydim. Shundan 2 tasini tikanli sim orqasida o'tkazganman. Bu safar ham kamida 5 yillik ilishadi-yu. Jamalam 20 ga chiqqan bo'lsa, anchagina achchiq chuchuni totigan. Alabay, Jamol, senga ruxsat, gapirishing mumkin. Akasi. Mana Yoqub akamga o'xshaganlar bilan 1 yilcha ulfati bo'ldim. Endi yana nasiba ekan 6 yillik safarga otlanay deb turibman. Bizga baribir. Bu go'shani tuzini avval totganlarga hech narsa qilmaydi. Boradigan joyda issiq o'rni, obro' e'tibori joyida bo'ladi. Ovqatini vaqtida pishirib berishadi. G'am tashdan narroq yashayveradi. Biroq men senga achinib ketyapman, ukajon. Senga qiyin bo'ladi. Eng dahshatlisini aytsam, o'zingdan ketib qolmaysanmi? Aytavering. Yuragim baquvvat. Baquvvat bo'lsa baquvvatdir. Lekin ishonish qiyin. Chunki 4 yil deganimga ko'zlaring ola-kula bo'lib ketdi-ku. Aytavering dedim-ku. Lagerga tushganingdan keyin berilgan muddatda kamida 1 yil cho'ri bo'lib o'tkazasan. E'tibor beryapsanmi? Qul deganim yo'q, cho'ri deyapman. Idish tovoq yuvish, hibsxonani supurib tozalashdan to senga o'xshagan kelishgan bejirim yigitchalar kelishini kutib o'tirishadi u yerda. Ha, tinchlikmi? Nega anorga o'xshab qip-qizarib ketding, Bas yetar. Meni mazax qilavermang. Yosh bola emasman. Yana bir marta ustimdan kuladigan bo'lsangiz, Yo Parvardigor, o'zing najot ber. Mushkullarimiz oson edi. Bolaginamni yo'llari ochilib yana bag'rimizga qaytib kelsin, iloyim. Alloh, dadasi ham tezroq kela qolsa edi. Yugurib kelib Asijonni yetaklab olib chiqarmidilar. Yoki shunday bo'lishini bilardim. Qamoni jabrini tortsin, odam bo'ladi deb o'yotira olarmikinlar. Xudo. Ya Parvardigor. O'zing najot ber. O'zing sabr toqat ber, Parvardigor. O'zing sabr. Assalomu alaykum otajonis. Va alaykum assalom. Keling, yaxshi keldingizmi? Safarlar bexabar o'tdimi? Rahmat. Jamilangiz menga bera qoling. Xudoga shukr. Nima gap? Ko'rinishing bejoro. Tinchlikmi? Yo'q. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Gapir. Sho'rimiz
sho'rimiz qurib qoldi otajonisi. Nima? Voy, sho'rimiz qurib qoldi. Gapirsang-chi axir, nima gap? Azizjonni qamab qo'yishdi. Qamab qo'yishdi. Bu yurishida bir baloga giriftor bo'ladi deb o'ylagan edim, ha. Bir ishni boshini mahkam tutmagandan keyin ahvol shuda. Voy, hamma aybni bolamga ag'diravermang, otajonisi, ag'diravermang. Voy, uni yo'lga solib yuborish uchun nima qildingiz? Aqalli o'qishga olib kirib qo'ydingizmi? Boshqalarning otasi birov tanish orqali, birov boshqa chorasini topib bolasini o'qityapti. Ishlasin deysiz. Ishda ham ish bor deydi dadasi. Qo'lidan bundoq olib borib yetaklab joylashtirib qo'ymasangiz, qayerga borsin bolam bechora? Bo'ldi. Yig'in yig'ishtir. O'qitmadingiz deysan. Ha, bo'ladigan bola yurishidan ma'lum. Buning o'qishga na hafsala qildi, na intildi. Ha, o'qishga qiziqqanlar, bilimi borlar kiradi. Tanish bilish, pora orqali olib kirishga meni imkoniyatim yo'q. Bo'lganida ham qilmas edim. Ishchi bo'ladimi deysan? Ha, bo'lsa nima? Shuni ham uddalay olarmikin? Axir hozirgi kunda ko'p joyda ishchilar oq xalat kiyib ishlayapti. Avtomat robotlarni boshqaryapti. Bo'pti. Bo'lar ish bo'ldi, boyog'i sinda o'tgan ishga salovat. Endi bu yog'iga nima qilishni o'ylaylik dadajonisi. Nima qilardik? Sut bo'ladi, qamashadi. Voy, sho'rim qursin, og'zingizdan shamol uchirsin-e. Bundoq u yoq bu yoqqa borib harakat qiling. Axir bolangiz-ku. Nahotki joningiz achimasin. Qolaversa Rustam akani o'g'li qamalib qoldi degan gapni o'zingiz qanday ko'taraverasiz? Voy, bu malomatlarga qanday chidaymiz? Qanday chidaymiz? Biror yo'li bordir axir. Haligi Shukurovlarning o'g'li qamalib qolganda olib chiqishgandi-ku, otajon. Siz ham bir harakat qilib ko'ring. Bo'ldi. Ko'zingni yoshini oqizaverma. Bir so'rab surishtirib ko'raychi. Zora ishi o'ngidan kelib qolsa. Baraka toping. Faqat shuni bilib qo'y. Bu ishni Aziz uchun emas, o'zim uchun emas, seni ko'zlaringda yosh ko'rmaslik uchun qilaman. Voy, baraka toping, otajon. Baraka toping. Lekin bolamda ayb yo'q, ko'nglim sezyapti. Hayotni o'zi majbur qilgan, jonni qanday yetishmovchiligi bor edi? Ha? Nimadan siqilib qoluvdi? Menga qarang. Axir yaqin kunlargacha aytganni olib berib o'rgatib qo'ygandik. Shunga o'rganib qolgandi. Ikkinchidan yon veridagi o'rtoqlarini ko'pida mashina, o'g'lingiz uxlab tushiga ham kirmagan kiyim kechagu boshqa narsalar. Biz bo'lsak ro'zg'ordan orttirib biron narsa qilib bera olmasak, sizni nomiga mingdan keladigan maoshingiz ro'zg'orga ham 3 zo'rg'a yetkazib turaman. Nima deysan? Nima? Aytganini qilay deb tom teshaymi? Yo'q, Xudo saqlasin. Xudo o'zi kechirsin, noshukrilik qilayotganim yo'q. Men qatla shukr. Hozir ham rizq nasibamizni o'zi yetkazib turibdi. O'ziga shukr, dadasi, shukr. Eng muhimi halol. Qani endi Azizjonam, ana shunday halol yashash birovning haqqini yeb to'ks yashagandan totliroq ekanini tushunsin.
tursam, jiddiy, aqlli, xushli bolaga o'xshaysan, aziz. Gap ochig'i, tarbiyang sal boshqacharoq bo'lganda, shahardagi bir ikkita paxanlarni adresini bermoqchidim. O'g'irlikni kasb qilib, mazza qilib yashayverarding. Ammo sen oq-qorani taniga, tarbiya topgan bolaga o'xshab turibsan. Ana kuni hazil qilib aytganlarim senga zilday og'ir botdi. Lekin borini aytdim uka. Mana bu xonada ikkalamiz qoldik. Jamol hozir nasibasini olgandir. Senga aytsam, kechasi uyqum o'chib ketdi. Bir seni, bir Jamolni, bir o'zimni boshimdan o'tganlarni o'ylab ketdim. Bir payt qarasam, uyqusiryapsan. Oyijon deyapsanmi? Onam esimga tushib ketdi. Ularni juda yaxshi ko'rardim. Biroq peshonamga sig'madilar. Bir unikida, bir bunikida yashab yomon yo'lga kirib ketdim. Endi tuzalishim qiyin. Senlarchi, senlar Jamolni-ku tushunsa bo'lar. U ham ota-onasiz o'sgan. Lekin seni nima uchun urdi? Shunday obro'li otang, shunday mehribon onang bor ekan. Ularni qo'ying. Bittagina shim olib berish olmadi-yu. Ota-onam ish. Bas. Nimalar deyapsan? Hozir quloq chakkanga qo'yib yuboraman. Odamam o'z ota-onasi haqida shunaqa ohangda gapiradimi? Uyqusiraganimdan keyin boya aytganimdek anchagacha o'ylanib yotdim. Uzoq vaqt to'lg'anib uxla olmadim. Ko'zim ilinganda rahmatli onam tushimga kiribdilar. Oppoq ro'mol o'rab olibdilar. Oq ko'ylakdan ushlab, sharqirab oqib turgan ariq yoqalab keldilar. Men supada yotgan ekanman. Sendan umidim boshqa edi, dedilar. Boshlarini chayqab yonimdan o'tib ketdilar. Orqalaridan oyijon deb qancha chaqirmay qaramadilar. O'rnimdan turib yetib olmoqchi bo'ldim. Ketayotib qoqildimda ariqqa qulab tushdim. Uyg'onib qarasam, jiqqa terga botib ketibman. Sen mazza qilib, pish qilib uxlayotibsan. Nega qachondan beri tushim ekan-u, xayolimga kirmagan onam shu kecha meni bezovta qildilar degan savol miyamni parmalab o'tdi. Balki senga nisbatan qo'pol hazillarim yoki Jamolga ko'rsatgan yo'l yo'riqlarim onamni ruhini bezovta qildimikan deb o'ylab qoldim. Shu fikr o'y hanuz meni tark etmayapti. Shuning uchun ham senga jiddiy gapiryapman. Agar gaplarim og'irroq bo'lsa, chidaysan. Keyinchalik foydasi tegib qolar. Yaxshi gap og'ir botmaydi, Yoqubjon aka. Gapiravering. Lekin men ham sizga aytib qo'yay. To'g'ri, siz aytganchalik ota-onamning obro' e'tiborlari baland. Biroq menga nisbatan ular boshqacharoqmi? Nima desam ekan? Hafsala qilishmaydi-da. Dadam ishdan boshqasini bilmaydilar. Onam bo'lsa ularning izmidan chiqmaydilar. Bu olib bering deb ayta olmayman. Aytganim bilan foydasi ham yo'q. Baribir olib berishmaydi. Shuning uchun ham o'zimcha pul topmoqchi bo'ldim-da. Bir paytlar olib berishgandir. Bo'lsa bordir.
ochiqchasiga gaplashyapmiz axir. Menimcha, tosh yoshga yetguningcha seni og'zingdan chiqqan narsa muhayyo bo'lgan. Borgan sari nafsing hakalak otib, katta narsalarga ruju qo'yganingdan so'ng ularni chog'i kelmay qolgan shekilli. Labay? Masalan, avval sen velosiped minib maza qilarding. Hozir esa mototsikl yoki mashina xohlaysan. Ilgari jinsi shim kiygan bo'lsang, varyonka-paryonkamey boshqasi chiqqan o'shani istaysan. Bu narsalarning narxi osmondaligini bilasanmi o'zi? Bilaman. Lekin meni kechirasiz-ku, siz ham pand nasihat qilmoqchi. Bo'pti. Pand nasihatdan bo'ladigan ishga o'tamiz. Ko'rmagan joyim qolmadi. Bilmagan odamim ham yo'q. Qanchadan qancha pixini yorgan o'g'ri-yu bosqinchilar ta'limini oldim. Hayotda qamoqdan boshqa nima ko'rding deb so'rashsa, javobim yo'q. Hech narsa ko'rmadim. Na uy-joy, na bola-chaqa, na biror kasbim bor. O'ylab qarasam, umrimni sharti ketib, parti qopdi. Bir oyog'im yerda-yu, bir oyog'im go'rda. Erta-indin bu dunyodan o'tib ketsam-u, meni ham eslaganda ham yig'lab eslaydigan biror bir kimsa bo'larmikin? Bormikin shunday odam? Yoki qo'y. Juda ham maydalashib ketdim. Boyagi tush butun fikri xayolimni to'zg'itib yubordi. Xullas, ukajon, bu gaplarni menga nima aloqasi bor deb o'ylayotgandirsan? Nega endi? Yo'q, eshit uka. Eshit. Senga bir akalik nasihat qilmoqchiman. U quloq bu qulog'ingdan kirsin-u, aytishganlaridek ko'kragingga qo'rg'oshindek yopishib qolsin. Bu yo'ldan yurma. Ota-onangni izzat ikrom qil. Bo'ldi bas. Judayam maydalashdim. Bu dunyo qahri qattiq bo'lib o'tgan Yoqubni bugun tushiga onasi kirdi-yu, o'zgardi qoldi. Yana bir gap. Sen-ku bo'tda pishillab uxlab yotibsan. Ota-onang bir unikiga, bir bunikiga yugurib, sarg'ayib, seni qutqarib olish harakatida yurishibdi. Garov o'ynashim mumkin. Xuddi shunday. Ular bunga erishishadi ham. Axir onam bekorga tushimga kirmadilar-ku. Aziz Kozimovning ishi yuzasidan hisobot bering. So'roq qilishda davom etyapman. Aziz Kozimov o'z aybiga qisman iqror bo'ldi. Sheriklari ham shu hafta ichi tugallasam kerak. Yaxshi. Lekin meni qo'limga shu ish yuzasidan qo'shimcha ma'lumotlar kelib turibdi. Uni olgan paytimda yo'qlagan edim, yo'q ekansiz. Aziz Kozimov haqida mufassal axborot olay deb mahallasiga o'tgan edim. Bundan xabarim bor. Bu ishga jiddiy yondashganingiz, uni sinchiklab o'rganayotganingizdan mamnunman. Qo'shimcha ma'lumot dedingiz. Mana u. Tanishib chiqingchi. Mana bu ariza meni nomimga yozilgan.
Jabrlanuvchi Toyirovani dastxatiga o'xshaydi-ku. Ha, uniki. O'qib ko'rsam maylimi? Bemalol. Men Toyirova Shohida avvalgi bergan da'vo arizamni qaytarib berishingizni so'rayman. Ko'rsatmalarim o'zgarganligi sababli so'mkamni olib ketilishi bo'yicha ochilgan jinoiy ish yuzasidan tergovni to'xtatishingizni iltimos qilaman. Chunki bu ishni sodir etganlar o'z mahalladoshlarim, ulardan biri turmush o'rtog'imning qarindoshi bo'lib, bu ishni hazillashib qilishgan bo'lishlari ham mumkin. Qorong'ida ularni tanimaganligim tufayli jinoiy ish qo'zg'atishga ariza bergan edim. O'rta polkovnik. Bu arizaga ishonish qiyin. Agar yangi arizadagi yozilgan gaplar rost bo'lsa, bolalar buni allaqachon menga aytishgan va jinoiy ish qo'zg'atilmagan bo'lardi. Siz haqsiz. Lekin bu yerda bir emas, 3 inson taqdiri hal qilinmoqda. Shuning uchun menimcha ishga nihoyatda jiddiy qarashimiz lozim. Bu fikringizga to'liq qo'shilaman, o'rta polkovnik. Lekin tergov chog'ida jabrlanuvchi bilan Aziz Kozimov va uning sheriklari yuzlashtirilganda bir-birlarini tanishlari to'g'risida og'iz ochishmadi-ku. Tergovni davom ettirishga ruxsat eting, o'rta polkovnik. Barakalla. Men sizni xuddi shunday deyishingizni bilgan edim. Xo'sh, endi aytingchi, Aziz Kozimovning shaxsi bilan qiziqdingizmi? U qanday bola ekan? Qilmishiga pushaymon bo'lyaptimi? Bola-ku yomon emas. Turar joyidan ham unga yaxshi baho berishdi. Aybiga iqror. To'g'ri ish qilmaganligini bo'yniga olib turibdi. Lekin keyingi pushaymonni bizga nima ahamiyati bor? Axir u jinoyat sodir etgan. Men sizni bir ishni boshlasangiz, oxirigacha olib borishingiz, qat'iy fikringizda sodiq turishingizni juda hurmat qilaman. Lekin mening nazarimda bu masalada biroz o'ylab ko'rishga to'g'ri keladi. Tushunmadim. Axir hamma narsa ma'lum bo'lib turgan bo'lsa, masalani yana bir tomoni ham bor. Nazarimda siz uni hisobga olmayapsiz. Nimani? Bir o'ylab ko'ring-a. Yigitcha hayotga endi kirib kelyapti. Boringki sud uni ozodlikdan 3-4 yilga mahrum etish to'g'risida hukm ham chiqardi deylik. Qamoqqa tushgandan keyin u shu hozirgi Kozimov deligicha bo'lib qoladimi, yo'qmi? Mana masala qayerda? Bu savolga siz ham, men ham aniq javob bera olmaymiz. Qo'shilaman, o'rta polkovnik. Lekin bosqinchilik yuzasidan berilgan da'vo arizalarini qaytarib olish yoki uni qaytadan yozish qonun bilan taqiqlanganligini mendan ham yaxshi bilasiz. Shunday ekan, oxirgi nuqta faqat sudda qo'yiladi. Sud a'zolari Kozimovning o'z aybini samimiy bo'yniga olganligini, qilmishidan pushaymonligini, jinoyatga birinchi marta qo'l urganligini va turar joydan ijobiy tafsisnoma berilganligini hisobga olishadi deb o'ylayman. Tushunarli. Xo'p, bu safar aytganingizcha bo'la qolsin. Faqat bitta topshiriq. Barcha tergov hujjatlarida bolani taqdiri haqida qayg'urish lozimligi to'g'risidagi g'oya qizil ip bo'lib o'tsin. Tergovni tezda tugatib, prokurorga yo'llang. Sudni tezlatishni esa o'rtoqlardan men o'zim iltimos qilaman. Qiyinchilikdan keyin osonlik kelishini, bandani toqatidan ortiq narsaga majbur etmasligini Qur'oni Karimda o'zing ko'rsatib o'tgansan. Parvardigor, osonlik kunlarini o'zing yaqinlashtir. Boshimizga toqatimiz yetmaydigan sinovlarni solma.
bolamni tortgan azobi uqubatlari buni orqasidan biz chekkan mashaqqatlarni o'zing ko'tar. Fazlu karamingni, marhamatingni, yaxshiliklaringni darig' tutma, yo Tangrim. Amin. Demak, meni sudga olib ketishyapti. Hozir borib qora kursiga o'tiraman. Bundan bu yog'i qanday bo'ladi? Qamoqxonaga tushamanmi? Uyga qaytamanmi? U yoqqa tushsam, kimlarga hamxona bo'laman-u? Qanday yotib, qanday turaman? Yo'qbaga aytganday bo'lsa-ya. Yo'q. Qaytsam, onam, ayniqsa otam, oshna og'aynilarim qanday kutib olishadi? Negayam shu ishga qo'l urdim-a?